Assalamu alaikum hörmətli izləyicilər. Dünya Uyghur qurultayı tor televiziyəsi kündəlik xəvərlər proqramımızğa xoş gəldinglər. Mən Hidayət Musacan. Tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlərimizin təfsilatında bolsun. Yevropa İttifaqı Tashqi ishlar Ministerliyi 7 dekabr kuni ishga yig'in chaqirib, Yevropa Birligiga xos bo'lgan Magnitskiy qonunini yo'lga qo'yish to'g'riliq qaror qabul qildi. Mazkur qarorning ro'yiga binoan kishilik huquq dafsandachiligi bilan aloqador bo'lgan shaxslar, shirkatlar, tashkilotlar dunyoning narida bo'lishidan qat'iy nazar mol-mulkini to'nlatish, Yevropaga sayohat qilishini cheklash qatorliq jazolarga uchraydi. Dunyo Uyghur qurultayı shu kuni bu munosabat bilan bayonot e'lon qilib, Yevropa İttifaqı Tashqi ishlar Ministerligining yuqorqi qaroriga bo'lgan mamnuniyatini ifoda qilish bilan birga, Uyg'urlarni bostirishda mas'uliyati bo'lgan Xitoy amaldorlarining mazkur qonun bo'yicha tezdan jazoga uchrashini umid qiladiganligini bildirdi. Dünya Uyghur qurultayı hozir qadar Yevropa İttifaqıdan Sharqi Turkiston xalqini bostirishda jinoiy javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlarini jazolash, shundaqla Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarni bostirish harakatiga sherik bo'layotgan Xitoy va chet el shirkatlariga qarata embargo yurgizish uchun jiddiy harakatga o'tishni izchil talab qilib kelgan edi. Yevropa parlamentining a'zosi, Yevropa Xitoy munosabatlari komitetining raisi Reinhard Bodikofer shu kuni parlamentda qilgan so'zida, bu jazo tadbirini oldi bilan Xitoyning atalmish Xinjiang o'lkasidagi Kompartiya rahbari Chinchonguga qo'llanish lozim. Uning Uyg'ur osonliqlarini rahimsizlarcha bostirishda mas'uliyati bor deb ko'rsatdi. Yevropa İttifaqıning dunyo miqyosidagi kishilik huquq dafsandachiligini jazolashni bosh nishon qilgan yuqorqi yangi loyihasi Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeoning qizg'in olqishiga erishdi. U Amerika tashqi ishlar ministrligining tor betida e'lon qilgan bayonotida xalqaro kishilik huquq xotira kunida Yevropa İttifaqıning bu loyihani qabul qilganligi bo'sish xarakterlik bir qadam. Bu navbatdagi kishilik huquqni qo'g'dash harakatiga yangi kuch qo'shadi dedi. Mike Pompeoning ko'rsatishicha Yevropa İttifaqıning bu qarorni elishi o'z navbatida yana har qaysi a'zo davlatlarni kishilik huquq dafsandachiligi bilan mashg'ul bo'lgan davlatlarni javobgarlikka tortish imkoniyatiga ega qiladi ekan. Texmi muhimi navbatdagi Amerika, Kanada va Angliya ijro qilayotgan kishilik huquq dafsandachiliklarni cheklashga yangi kuch qo'shadigan bo'lib, bu sohadagi dunyoviy birlik-sapning hosil bo'lishida zo'r ahamiyatga ega ekan. Shunga Mike Pompeo Yevropa İttifaqını tezroq bu vaqtdagi oxirgi qarorni elishga da'vat qildi. U o'zining Twitter betidami bu vaqtda ma'lumot berib, navbatda Xitoy, Birma, Shimoliy Koreya qatorliq diktator davlatlarning xalqaro diniy erkinlik qonun loyihasiga xilof oldi diniy haqlarni oyoq osti qilayotganligini aybladi. Shuningdek, texmi ko'p davlatlarning bu sabga qo'shilishiga tashna ekanligini bildirdi. Yevropa İttifaqıning yangi kishilik huquq quroli bo'lgan Magnitskiy qonunining rasmiy yo'lga qo'yilishi uchun 2021-yilning dastlabki faslida Yevropa parlamentining tasdiqidan o'tishi lozim. Dünya İnsan Hakları Günü münasebeti bilan Kanada Sharqi Turkiston birligining raisi To'yg'un Abduvali, Tibet vakili Sunni Sonam va Xitoy demokratchilarining vakili Sheng Shui qatorliq 3 nafar kishi tarafidan mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining jinoiy qilmishlariga qarshi 8 dekabr Torontoda boshlatilgan ochliq e'lon qilish harakati bugun 2-chi kuniga qadam qo'ydi. Qattiq sovuqqa va shivirg'onga qaramay boshlatilgan bu ochliq e'lon qilish faoliyati Dünya İnsan Hakları Günü bo'lgan 10 dekabrgacha jami 3 kun davom qiladi. Yuqorqi 3 kishi tarafidan boshlatilgan ochliq e'lon qilish harakatiga Kanadadagi ba'zi Uyg'urlar, Tibetliklar, Hong Konglar va demokratik Xitoylarmi kelib hamdam bo'ldi. Ammo koronavirusi sababidan yo'lga qo'yilgan qattiq karantin tadbirlari sababidan Kanada soqchi doiralari bu harakatga cheklik sondagi insonlarning qatnashishiga ruxsat qildi. Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va demokratik Xitoy vakillari ochliq e'lon qilish faoliyati jarayonida qilgan nutqlarida va tarqatgan tashviqot varaqlarida mustabid kommunist Xitoy hokimiyatining Sharqi Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Tibet xalqiga qaratgan madaniyat qirg'inchiligi va Hong Kongda yo'lga qo'yayotgan besim siyosatini qattiq ayblish bilan birga Kanada hukumatidan Xitoyga qarshi yanada kuchli jazolash va cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yishni talab qilishdi. Naq maydondan istansimizning ziyoratini qabul qilgan Kanada Sharqi Turkiston birligining raisi To'yg'un Abduvali apandi o'zlari boshlatgan bu qadimgi ochliq e'lon qilish harakatining maqsadi haqida to'xtalib mundoq dedi. Assalomu alaykum qarindoshlar, bugun inson haqlari kuniga 3 kun qolgan kunida Kanada Sharqi Turkiston jamiyati va Tibet yoshlar harakati, Xitoy demokratchilar tashkiloti va Hong Kongdagi aktiv siyosiy faoliyatchilar bilan birlikda Ontario ülkelik parlament binasının aldıda 3 günlük açlık ilan qilish faaliyetimizni ertaga saat 8'de başladık. Bu faaliyetin qilishlik maqsadimiz vatanimiz Sharqiy Turkistonda lagerda, turmalarda yo'qolish oldida turayotgan va izdireksiz yo'qolib ketayotgan, to'ydirilayotgan qarindoshlarımızın izdirgini qilish va uning ovozini mushu Ontario ülkelik parlamentga yetkizish munosabati bilan o'zimizning inson haq huquqlarini talab qilish maqsadida bu ochliq e'lon qilish faoliyatini boshladik.
Hazır vatanımız Şarkı Türkistan'ın içinde. Biz anlavatkan Xitayla çok kuyap bergen bazı derizelerden eşbergen. Mesela TikTok yoki WeChat'lerden kilovatkan videolarga asasen egallivatimiz. Ama uçurlarni biz bilmegen ve biz kıyas kılma yetenmegen Xitayning zulümleri nait igir buludu. Şu an qarindoshlarninki şu 12 ayının 13 günü mü bütün dünyanın hem yerde namayişler buludu ve şundaqla Kanada'nın Montreal, Ottawa, Vancouver, Edmonton ve Toronto'da Xitay konsul altı namayış kılmakçı. Biz bugün bu aşkılan kılıştı. Şu ülkelik parlamentin aldıda bugün əyəti kılıp ülkelik Xitay konsulunun aldıda kılımız. Şu an kolumuzdan kelgenini akıl koymayın. Nimi kıla alırsak şunu kılsak, kalanı nimi kıldı, pustan nimi kıldı demez. Ben nimi kıldım. Ben bir Müslüman bulup sübütüm bile ölgende Allah Teala'ga nimi deyip cevap veremem. Mehmet ya Semet, Ahmet doğruluk cevap vermeyimiz emmemiz. Özümüz doğruluk cevap veremiz. Şunun için hemmimiz özümüzge vatanım için nimi kıldım diyen sualını koyuşumuz gerek. Rahmet. Dünya Uyghur qurultiyining bosh taftişi Ablekim İdris ve onun xanımı Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın reisi Roşan Abbas xanım 8 dekabr günü Amerika parlamentinin qulluq a'zosi Tom Sozi apandimni ishxonasida ziyorat qilib ko'rishdi. Parlament a'zosi Tom Sozi apandi Uyg'urlarni qo'llash harakatining asosli boshlamchilarining biri bo'lib, u Amerika parlamentida ko'p qitim maxsus Uyg'urlar masalasini o'ttirg'a qo'ygan. Shundaqla Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining Amerika Avam palatasida ma'qullanishida ko'p kuch sarf qilgan edi. Hozirga qadar Tom Sozi apandi ko'p qitim Uyg'ur masalasi haqida o'tkazilgan konferenslarga va Uyg'urlar tarafidan Amerikada o'tkazilgan namoyishlarga bevosita qatnashib, o'zining Uyg'ur xalqiga bo'lgan qo'llashini keskin turda ifoda qilib kelmoqda. U yana Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini erkiy qirg'inchilik deb atagan va bu sababdan Xitoy hokimiyatining hujum nishoniga aylangan shaxslarning biri. Bu qitimqi ko'rishda Ablekim İdris apandi va Roşan Abbas xonim Tom Sozi apandimga hozirga qadar Sharq Turkiston xalqining haq huquqlarini qo'g'dash yo'lida ko'zitib kelgan tirishchanliklariga butun Uyg'ur xalqi nomidan rahmat etish bilan birga, uningga Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va muhojiratdagi Uyg'urlarning ahvoli haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Shundaqla Uyg'ur majburiy emgakini cheklash qonun loyihasining Amerika Avam palatasi tarafidan tezroq ma'qullanib, rasmiy qonunga aylanishiga bo'lgan orzularini ifoda qilishdi. Ata, ya'ni 10 dekabr bo'lsa Dunyo inson haqlari kunidan iborat. Har qaysi ellarda faoliyat elib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari va siyosiy faoliyatchilarimiz koronavirusi sababidan o'ttirg'a chiqqan intayin foydasiz sharoitlarga qaramasdan, o'zlari turishliq davlatlarning qonun belgilarini yo'l qo'ygan doira ichida Dunyo inson haqlari kuni munosabati bilan mustabid Xitoy hokimiyatiga qarshi norozilik harakatlarini o'tkazishga boshladi. Bu munosabat bilan Yaponiyaning Tokio shahar markazida 5 dekabr Yaponiya Uyg'ur jamiyati va Yaponiyadagi Tibet, Hong Kong, Tayvan, Janubiy Mo'g'uliston tashkilotlari birlikda Xitoy hokimiyatiga qarshi keng ko'lamli birlashma namoyish o'tkazgan edi. 8 dekabr kuni Kanada Sharq Turkiston birligi va Kanadadagi Tibet va Demokratik Xitoy tashkilotlari birlikda 3 kunlik ochliq e'lon qilish harakati boshladi. 10 dekabr kuni Xitoyning Germaniya Berlindagi bosh elchixonasi va Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida, shundaqla Washington va boshqa shaharlarda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi maxsus namoyishlar o'tkazildi. Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi haqida video konferenslari va axborot bayonot e'lon qilish yig'inlari uyushtirildi. Ma'lum bo'lganidek 12 oyning 10 kuni bo'lsa Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan bekitilgan Dunyo inson haqlari kunidan iborat. 1948 yili 12 oyning 10 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tarafidan jami 30 moddadan tarkib topgan Dunyo inson haqlari umumiy bayonnomasi e'lon qilingan bo'lib, shundan buyon bu bayonnoma dunyo millatlarining va insonlarning haq huquqlarini, hurriyatini va erkinligini qo'g'dashdagi tub nizam va prinsip sifatida har qaysi el xalqlari tarafidan qadrlanib kelinmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti har yili 12 oyning 10 kunini Dunyo kishilik huquq kuni deb e'lon qilib, Dunyo inson haqlari umumiy bayonnomasi e'lon qilingan bu tarixiy ahamiyatga ega kunni xotirlash bilan birga, biz Uyg'urlarga o'xshash milliy mavjudlikka eg'ir tahdidga va insoniy haq huquqlari qattiq dafsanchilikka uchrayotgan asr millatlarning yurak sadosini va dard faryodlarini dunyo jamoatchiligiga tuyg'uzish uchun xalqaro siyosiy zamin hozirlab kelmoqda. Xitoy hukumati 8 dekabr kuni Amerikaning Xitoyda turishliq elchixonasining vaqtliq vakolatchisini Xitoy Tashqi ishlar ministrligiga chaqirtib, Amerikaga Tashqi ishlar ministrligining Xitoy xalq qurultiyyi doimiy komitetining 14 nafar muavin mudiriga embargo qo'yganligiga qattiq norozilik bildirdi.
Xitoy taraf Amerikaning bu qarorini xalqaro munosabatlarning asosiy o'lchamiga eg'ir darajada xilop. Jongoning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashganlik. Amerika Jongo munosabatlariga eg'ir darajada buzg'unchilik qilganlik. Jongo taraf buningga qarshi cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yadi. Biz Amerikadan bu xatolikni darhol tuzatishini talab qilamiz deb bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 7 dekabr bayonot e'lon qilib, Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komitetining erkin emirbaqini o'z ichiga olgan 14 nafar muavin mudiriga embargo qo'yganligini e'lon qilgan bo'lib, Mike Pompeoning ta'kidlashicha yuqorqi 14 kishiga Xitoy Xalq qurultiyining doimiy komiteti Hong Kong xalqining Angliya Xitoy qo'shma axboroti va Hong Kong tub qonuniga asosan o'z vakillarini saylashiga buzg'unchilik qilganligi uchun embargo yurgizilgan. Bu Amerika hukumatining tunji qitim Xitoy yuqori hokimiyat qatlamidagi bir Uyg'urga Xitoy amaldorlarining qatorida embargo yurgizishidir. Erkin Emirbaqi ilgari atalmış Uyghur Abdunum rayonining muavin raisi. Abdunum rayonli xalq qurultiyining mudiri qatorliq vazifalarni o'tagan bo'lib, hozir u Xitoy xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudirligini boshqarib kelayotgan edi. Mike Pompeo bayonotida bugun Tashqi ishlar ministrligining bu nomussiz qilmishlardan mas'uliyati baloni javobgarlikka tortganligi, Hong Kong davlat bexatarlik qonunining tuzilishi, ma'qullanishi va ijro qilinishiga chetishlik 14 kishining ismi bekitilganligini ta'kidlagan. Bayonotda bu kishilarga viza embargosi qo'yilib, ular va ularning oila tavobatlarining Amerikaga kirishi cheklanadiganligi, ularning Amerikadagi mol-mulki to'natilib, Amerikaliklarning ular bilan aloqada bo'lishi man'iy qilinadiganligi bildirilgan. Xitoy Xalq qurultiyi doimiy komitetining muavin mudirligi Xitoyning ma'muriy o'lchami bo'yicha muavin davlat darajalik amaldorlar bo'lib hisoblanadi. Xitoy doiralari 12 oy kirishi bilan Sharq Turkistonda atalmış asosiy qonun tashviqoti haftaligi degan nomda yana yangi siyosiy tashviqot harakati qo'zg'agan edi. Xitoy taratqullarining oshkorlashicha navbatda doiralar Sharq Turkistondagi idoriy jamiyat, maktab, yezi kanitlarda uyma-uy timis qilib yurib asosiy qonun tashviqoti ilib borgan. Doiralar yana qasam berish murosimlarini o'tkazib, yerlik ommani Xitoy asosiy qonuniga bo'lgan sadoqatini bildirishga qistagan. Lekin kuzatuvchilarning qayd qilishicha bu harakatning millionlagan Uyg'ur Xitoyning asosiy qonuni, avtonomiya qonuni va aloqador qonunlarga xilof holda tutqun qilinib, lagerlarga qamalgan, tan jazosiga uchragan, majburiy emgakka silinib, tug'mas qilingan, diniy e'tiqodini inkor qilishga majburlangan va yurt makonlaridan majburiy ko'chirilishdek ig'ir qonunsizlikka uchrayotgan mazgilda ilib berilishi diqqat qo'zg'aydi ekan. Qiziq yeri Xitoy boshlatgan bu qitimqi tashviqot harakatida Xitoyning asosiy qonuni, davlat xavfsizlik qonuni, millatlar ittifoqligi nizomiy qatorliq har xil qonun tuzumlari keng tashviq qilingan bo'lsa-mu, ammo avtonomiya qonuni faqat tilga ilinmagan. Amerika bilan Xitoy munosabatining yomonlashishi butun dunyoning diqqat nazarida turayotgan bugungi kunda bundaq ahvolning qachongacha davomlashadiganligi, shundaqla keyingi navbatlik Amerika hukumatining Xitoyga qanday siyosat yurgizadiganligi to'g'riliq har turli mulohazalar o'ttirg'i chiqmoqda. Amerikada chiqadigan diplomatiya jurnalida yaqinda Xitoy raqobati Amerikani kuchlantirishga yordam beralaydi nomli maqola e'lon qilingan bo'lib, maqolada asosan Xitoyning Amerika bilan raqobatlashishi Amerikani kuchlantiradi. Amerika zavolliq yuzlandi deguchilar oxirida yanada xatolashadi. Chunki Amerika tarixda har qitimliq iqtisodiy va siyosiy krizisga uchraganda uningdan g'olib kelgan. Amerika o'zini uzluksiz tangshab, kuchaytib boralaydigan davlat. Amerikaning o'zini taraqqiy qildirish imkoniyati yanada keng. Shunga Amerika Xitoydan keladigan xirisni fursatga aylantirib, o'zini qayta gullantiraydi degan nuqtai nazar yoritib berilgan. Bu maqolada Amerika zavolliqqa yuzlandi deydigan bu xil taqdirchilik ideyasining xato ekanligi o'ttirg'i qo'yilgan bo'lib, Amerika uchun aytganda ojizlashish va xaroblashishni bir xil ijtimoiy hodisa degandan ko'ra, uni bir xil tanlash degan tuzuk. Amerika har qitim krizisga patqanda ikki partiya hamkorlashib chiqish yo'li izlaydi. Amerika hozir Xitoyning raqobatiga duch kelayotgan bugungidek vaziyatda ikki partiyaning o'rtaq fikr, o'rtaq nishonga kelishi dal mushuni isbotlaydi. Amerika cho'qim Xitoyning raqobatiga taqobil turishi kerak deyilgan. Darhaqiqat Uyg'ur kishilik huquq qonunining ma'qullanishida bo'lsin, Xitoy amaldorlariga va Xitoy shirkatlariga embargo qo'yishda bo'lsin, Amerika Avom va Kengash palatasidagi demokratlar bilan jumhuriyatchilar o'zaro birlashgan. Amerika hukumatining Xitoyga qarshi yo'lga qo'yayotgan butun cheklash va jazolash qarorlari bu har ikki partiyaning o'rtaq qo'llashiga erishgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, sizlar ko'rayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyyi to'r televiziyasining YouTube sahifasi 14 noyabr kuni to'r cho'moqchilarining hujumiga uchrab taqilib qoldi va sahifamizdagi programmalarning mutlaq ko'p qismi o'chirib etildi. Navbatda Dunyo Uyg'ur qurultiyyi YouTube shirkati bilan aloqalashib o'zining sahifasini qaytadan asliga keltirish va bu voqeaning tegi-taktini aniqlash uchun jiddiy harakat olib bormoqda. Shunga sahifamiz asliga kelganga qadar programmalarimizni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Facebook sahifasidan va YouTube kanalida ochilgan bu vaqtliq sahifasidan ko'ra olasizlar. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining күндىلىك xəvərlər proqrammasini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq proqrammamizda ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.